Assalomu alaykum hammaga. Demak, Scorpion dasturimizdagi toollar bilan tanishtirishda davom etaman. Bu ikkita tool bo'yicha video chiqargandik. Bugun mana bu server skanner bo'yicha ko'rib chiqamiz demak. Server skanner dasturimizning vazifasi nima? Xo'p, avval ochib olamiz. Bu yerda IP yoki domen qiymatini kiritishimiz mumkin va bu umumiy holatda o'sha serverda to'liq test qilib beradi. Bu yerda bir qancha variantlar bor. Eng keng tarqalgan portlarni tekshirish, barchasini tekshirish yoki mana o'sha muhim 1024 gacha bo'lgan portlarni tekshirish variantlari bor. Keyin bu yerda test tekshirish, normal holatda tekshirish hamda o'sha sekinroq firewall IDS IPS larga tushmaslikka harakat qilib tekshirish imkoniyatlari bor. Bu yerda IP adresi yoki domen nomini kiritasiz. Albatta qonuniy ruxsat olingan bo'lishi kerak. Endi asosan o'zingizdagi servislarda yoki pen testing jarayonidagi ruxsat olingan xizmatlarda amalga oshirsangiz bo'ladi. Men hozir aynan mana shu ishlatib turgan virtual tizimimizni tekshirishga ko'raman. Sababi saytlar tekshirish endi o'zimning saytim bo'lsa ham hali tuzatilmagan zaifliklar bor. Shu sababdan mayli uni tekshirmasdan buni ko'ramiz. Va aynan shu kompyuterimizda qanaqa muhim zaifliklar borligini ham aniqlab olamiz bahonada. Kiritdik, common normal variantini tanlayman. Sababi juda ko'p vaqt tekshirish mumkin, shundoq ham 5-10 daqiqa davom etishi mumkin. Demak, bu yerda mana bu yerda tanishtirib o'taman. Ma'lumot to'plash jarayoni, ochiq portlarni topish jarayoni, undagi servislarni topadi, keyin chuqurroq tekshiradi o'sha servislarni. Agar o'sha HTTP ga oid qismlar bo'ladigan bo'lsa, jailbreak orqali ochiq papkalar bo'ladigan bo'lsa, ularni qarab qidirib ko'radi, credentiallarni qidiradi. Undan keyin server bo'ladigan bo'lsa, demak unda ishlab turgan o'sha domenlarni, subdomenlarni qidiradi. Nikto, Whatweb kabi dasturlar orqali ularda mavjud bo'lgan zaifliklarni topadi. Keyin CV match bo'limi bor. Bunda mos keladigan CVlar ro'yxatini aniqlaydi mana shu topilgan zaifliklar bo'yicha va oxirida jarayon tugaydi. Endi bu albatta ko'proq vaqt olishi tabiiy. Shu sababdan videoni men hozir pauza qilib turaman va natija chiqqandan keyin natija haqida batafsil tushuntirib beraman. Demak, mana natijamiz chiqdi. Xo'p, 12,5 daqiqa davom etdi tekshiruv. Oddiy tekshiruvda agarda o'sha barcha portlarni umumiy tekshirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, ba'zan soatlab ham davom etishi mumkin bo'ladi. Endi bu yerda ochiq portlar berilgan, mana SSH, HTTP, MySQL, PostgreSQL, Redis va hokazo servislar berilgan. Bir qanchasiga CVlar topilgan. Umumiy holatda ba'zi mana bunga topilmabdi, masalan, 408 portdagiga, lekin Redisga bo'yicha mana ikkita topilgan deyapti. 703, 605 ko'rsatyapti. Undan tashqari HTTP ga 8 ta bor deb ko'rsatyapti 9000-portdagi holatda. Bu yerda endi barcha CVlar ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Eski CVlar ham keltirilgan bo'ladi. Shuning uchun baribir buni yana bir marta tekshirishga to'g'ri keladi. Har qanday toolda ham demak false pozitiv natijalar uchrashi mumkin, lekin umumiy zaifliklarni qayerdan qidirish va qanaqa zaifliklar borligini bizga chiqarib beryapti demak. PDF hamda HTML reportlar bor. Bularni yuklab olganimizda bu yerda download papkasiga tushadi. Server skanner mana. IP adres beritilyapti. Holat critical berildi, chunki juda ham ko'p portlar va CVlar bor. Demak, bu 31 ta CV hamda 20 ta exploit topilibdi. Har bitta topilmani umumiy darajasi bo'yicha bu yerda qo'yib ketilgan. Buni faqat qo'lda bitta tekshirib olish talab qilinadi xolos. Asosiy ma'lumotlarda hammasi demak berilgan. Xo'p, HTML ham bor reportimizda. Bu brauzer orqali ochiladi. Sal ko'rinishda mana bu yerda aynan qanaqa ma'lumotlar topilganligi muammolargacha berilyapti. Va yana har bitta o'sha exploitga to'xtalib o'tilgan qismi hamda yana bir qancha qo'shimcha ma'lumotlar ham berilyapti. SQL, TNS, o'sha TLS analizlari berilyapti, web servislarda holati berilyapti. Bundan tashqari, ya'ni siz pentester sifatida yozishingiz kerak bo'lgan asosiy rekord, demak, barchasi yozilgan holatda bo'ladi. Xo'p, ya'ni server skanner dasturimizda oddiy holatda mana shunaqa bo'lyapti. Agar buni o'sha murakkab barcha portlar bilan ishlatadigan bo'lsak, yanada chuqurroq va batafsil tekshirib beradi. Hamma o'zi ishlatadigan kompyuterni mana shu tartibda tekshirib olib, undagi muammolarni ham yopsa bo'ladi. Endi bu mening ish kompyuterim, odatda tashqi tarmoqqa ulanmagan. Faqat ichki holatda ishlatganim uchun bularga e'tibor bermayman. Lekin siz Linuxni o'zingiz o'rnatib ishlatayotgan bo'lsangiz va u qattiq holatda o'rnatilgan bo'lsa, mana shunaqa tekshirib natijalarni ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Demak, dasturimizni bilmaganlar pastda havolasi bo'ladi, video pastda. Mana shu yerdan yuklab olib ishlatishi mumkin bo'ladi. Xayr, sog' salomat bo'ling.